Assalomu alaykum aziz dehqon va fermer akalarimiz. Bugun ayni bu videoni olishimni asosiy maqsadi Ox Agro kanali uchun, ya'ni o'zimning shaxsiy YouTube kanalim uchun olmoqdaman. Dehqon va fermerlarimiz ayni damda katta yer maydonlarida yoki asosiy poliyalarda ishlar to'xtagan. Chunki hozir dekabr oyi. Shu o'rinda ozroq YouTube kanalini ko'rib turib yoki ozroq vaqt ajratib mana shu videoni ko'rayotgan ekansiz. Dehqon va fermer akalarimizni biroz maslahatga yoki fikr almashishga chaqirmoqdaman. Men shu narsani eslatib o'tmoqchimanki, bu yil nima ekmoqchisiz? Ya'ni kelgusi yil, ya'ni 2026-yil nima yaxshi pul bo'ladi, bozorgir bo'ladi? Bozorda qaysi mahsulotga talab ortadi va qaysi mahsulotlarimiz eksportga chiqadi? Aziz dehqon akalarimiz, Ox Agroni kuzatib boring, obuna bo'ling. Yaxshi va yangi ma'lumotlarni berib boramiz. Endi shu o'rinda aytib o'tmoqchimanki, ya'ni dehqonchilik yoki agrar soha bizda ma'lum bir darajada erish tuyuladi, lekin aslida bu sohaga aslida bu sohaga bir nazar tashlar ekanmiz. Bu ham katta bir muhim va qiziq sohalardan biri. Endi bozor iqtisodiyotida shunday bir narsa bor. Oldin iqtisod, keyin siyosat deydi. Bugungi kunda bozor iqtisodiyotida o'ziga yarasha katta ulush va oziq-ovqat xavfsizligi xohlaymizmi, yo'qmi? Ya'ni dehqonchilikka borib taqaladi. Endi meni shaxsiy maqsadim, o'zimning maqsadim shuki, dehqon va fermerlar bilan qo'ldan kelgancha hamkorlik aloqalarini qo'yish, ular bilan aloqada bo'lib turish, bu 2026-yil, kelgusi yil uchun rejalarni tuzish, bozordagi talab va taklifni o'rganib, yaxshi bir yo'nalishni olib, daromadga erishish. Endi bugungi kunda yana shu narsani aytib o'tmoqchimanki, suv masalasidagi bir jarayonlar bor. Endi bunga siyosiy tus yoki vahima berish emas, ya'ni suv masalasi deganda an'anaviy oqizish yo'li bilan emas, bugungi kunda rivojlanib borayotgan tomchilab sug'orish bo'yicha qiziqishlaringiz qanday bo'lyapti? Dehqonlar, fermerlar shu haqida ozroq maslahatlashish yoki chiroyli bir suhbat o'tkazishimiz mumkin. Aytaylik, Telegram o'zimning guruh kanalimda yoki bo'lmasam shaxsiy telegramim bor, uni ham yozib qoldiraman. O'zingizlarning shaxsiy fikringlarni berib borsanglar yaxshi bo'lardi. Endi bir ish qilar ekanman. Men bugungi kunda Toshkent shahrida urug'chilik do'konini yuritaman. Shunday ekan, bir ishni faqatgina olib sotish emas, ishga mehr bilan yondashishni o'zimga maqsad qilganman. Ishni faqatgina mendan o'tguncha emas, bundan keyin dehqonlarimizni kelajakdagi qilinajak ishlari, ularning fikrlari men uchun qiziq va bir maslahat qilsak yomon bo'lmaydi. Aziz dehqonlar, Ox Agroga obuna bo'ling, kuzating. Yaxshi va yangi ma'lumotlarni berib boraman. Aziz do'stlar, Ox Agroda qoling.